olovdan yaralgan, dono bo'lgan senga salom. Faqat loydan yaratgan bandalar duolarini eshitgin. Sizdan yordam so'rayman, iltimos. Uni meni sevib qolishiga majbur qilishim kerak. Men qila oladigan bir narsa bor. Uni xotiniga sehr qilaman. Bu juda kuchli sehr, uni faqat men qila olaman. 5 kechada orzularing amalga oshadi qizim. Oyi. Ahvolim yaxshi emas. Menga nimadir bo'lyapti, tushunmayapman. Men uchun ibodat qilasizmi? Xotining yaxshimi? U tuzalib ketdimi? Xotiningni jin urgan. Nima deganingiz bu? Bizni jinlar bilan nima ishimiz bor? Balki senda yo'qdir, ammo ular sen bilan ba'zi muammolarga duch kelishlari mumkin. Qayerda eding? Dada, nima bo'ldi? Bir narsani so'rasam bo'ladimi? Nisoga egalik qilayotgan jin menga ham tegayotgan bo'lish mumkinmi? Nisoga qarindoshmisan? Yo'q, qanday qilib? Sen tufayli o'zimni kesdim. Ismoil. Xotiningga faqat ta'sir qilishdi. U la'natlangandi, qara. Uni jin egallab olgan. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين